video olyapti. Olinyapti ekan bo'ldi. Korоче, obunachilar salom deyman men sizlarga. Salom, hello. How are you? deb gaplashaveramiz. Toshkentcha gapiraylik. Jonli efir bo'lyapti kamerada. Notebookda bo'lyapti. Kamerasini o'chirib qo'ydim. Ovozli qilib bo'lmoqchiman. Basharamishim ko'rmay tursin. 50 lira yoki 60 ga chiqamiz deb ko'rsatdim basharamni. Va'da beraman. Va'da beraman. Срочно va'da beraman. Ungacha 50 taga chiqolmasalaring kerak. Bu 1000 marta afsus. 50 taga yoki 60 taga chiqolmaslar. Menga qulay 60. Bittasi jonli efir bo'lsa kelyapti. To'radilla. Yozamiz. Jonli efir deymiz. Jonli efir Jonli efir ketyapti. deb yozaveramiz. Luciferbekka kim taniydi, tanimasa tanimasdir. Korоче deymizda jonli efir ketyapti deymiz. Obuna bo'linglar, like bosinglar, komment yozib qo'yinglar. Har biriga meni ko'rdik, meni eshitayotgan odamlar meni ko'rmasligini eng payti. Ana bu mitta. Xo'p, men nima desam bo'lar ekan? Men notebookda o'ynayman. Bu 2027-kunigacha yani YouTube'ga kanal qo'yolman. Yani yozdi. Kimniki deb yozibdi Luciferbek. Hozir biz sizniki deb o'tamiz. Sizniki. Men Nokia ishlataman. Просто hozir telefon so'rib ko'ramiz. Ha, turibdilar. Man deb yozaman. Короче. Xonamda singlim bilan uxlayman. Allabir chiqib ketgani yo'q xonamdan. Shunga shovqin suramib turadi. Postdan deyapti. Xo'p. Yo'q. Man deymanda jo'natib yuboraman. Bu bir. Hozir ko'ramiz. Xo'p, yo'q. Telefon qilib ko'ramiz. Soat 10:14. Kechqurungi 10:14. Абонент занят. Пожалуйста, перезвоните позже. O'chib beryapti. Men blokka tiqib qo'ygan bu. Короче, yana SMS keldi. U bilan gaplashib turamiz SMS orqali. Qilmasan. Nima qilmasan? Ha, tushundim nimaligini. Man. deb yozib o'ramiz. Obunachilar, men Igrok kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Shuningdek, Luciferbek kanaliga. Bugun safar Xayrapin haqida chiqarmoqchiman video. Xayrapin. Shu videoni sal olib ko'rmoqchiman. Tayyor emas, yarim chala tayyor. Bir narsam bor ekan. Chala qildim, shuni ham uni CapCut ololmadimmi? Madrid qildi. CapCutga tash anaqa bo'lmadi. Menga qilmasan. Yana qilmasan. Qilaman.
qilaman deb yozib yubordim, qilmaysan deb yozib yuboribdi menga. Mana to'g'ri degan hechkim yo'q, telefon qilamiz. Абонент бар. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Abonent занят. Пожалуйста. Menga o'chiq beryapti telefon, cho'taydi. Nima deymiz? Jonli efir efirdasiz deb yozib yuboramiz. Jonli efirdasiz deb yozib yuboramiz. Menga bitta xabar kelgan, shuni ko'raychi, nima deb yozgan ekan. O'zim qilmaysan. Yana xabar. Qilmaysan, xayr. Luciferbekka obuna bo'linglar yoki bo'lmanglar. O'zlaring xohishlaring. Tak yozmayapti. Demak, o'zimiz gaplashib turamiz. Men necha yoshligimni aytmayman. Menda hammasi sir bo'lib turadi. Qo'shnim bo'lsangiz, qarindoshim bo'lsangiz, boshqa birov bo'lsangiz, sal meni taniydigan odam bo'lsangiz, ovozimni tanib olishingiz mumkin. Yoki sizlar qayerdan ko'ryapsizlar, men bilmayman. Men bir hafta bo'ldim boshlaganimga YouTube kanalni. 21 ta obunachi bo'libdi. Agarda yana nechtadir obunachi chiqib bersalar, 60 ta va men ba'zi eng ochgan ismim kiritilgan edi. Ismimni ko'rib olishing mumkin edi. Boshqa ko'rganlar ismimni tanimaydi. Basharam ko'rsa bo'ladi ammo. Yulduzli onlar bo'ladi shunda. Meni vaqtim tugab boryapti. Sizlar uchun faqat 10 minut 10 minut debman 8 minut olingan edi. Bo'pti do'stlar, xayr, obuna bo'lish eslangan chiqmasin. Sizlar menga yoqasizlar, like va obunalar. Qancha obuna bo'lsa shuncha video bo'laveradi. Xayr do'stlar. Sog' salomat bo'linglar.